Sabr qiling. Siz kasal bo'lib qoldingizmi? Sabr qiling. Yomon bilan sinaldingizmi? Sabr qiling. Alloh sizni ajrashishingizni taqdir qildimi? Sabr qiling. Alloh eringizni vafot topishini iroda qildimi? Sabr qiling. Siz ko'z tegish yo sehr yoki hasad, qashshoqlik yoki ishsizlik yoki turmush qurolmay sinaldingizmi? Sabr qiling. Sabr qiluvchi erkak va ayollarning mukofotlari bog'ida sayr qilib chiqamiz. Sabrli erkaklarni va sabrli ayollarni vasf qiluvchi oyat nozil bo'ldi. Va men sizni ilojingiz boricha bu oyatlar soyasi ostida yurishingizni so'rab qolaman. Vallohu yuhibbus sabirin. Sabr eshigi orqali Alloh sevgan bandalari qatorida jannatga kir. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Bilasizmi, jannat eshigi yonida turgan farishtalar iymon keltirgan erkak va ayollarni qanday qarshi olishadi? Farishtalar ularga aytishadi: Salamun alaykum bima sabartum. Ey jannat talabida bo'lganlar, ey jannatga intilganlar, musibatlarga sabr qilganingiz uchun, kasallik bilan, farzanddan mahrum bo'lishlik bilan, yomon bilan, avtohalokat, boshqa musibatlar bilan sinalib sabr qilganingiz uchun sizga salom bo'lsin. Va bashshiris sabirin. Kim ular sabrlilar? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. Siz ulardanmisiz? قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Alloh siz bilan eringiz ajrashishini iroda qilibdi. Xo'sh, muammo nimada? إنا لله وإنا إليه راجعون. Alloh sizga dard berishlikni iroda qilibdi va u kasallik uzoq vaqt sizdan ketmayapti. Alloh siz hali ham farzand ko'rmasligingizni iroda qilibdi. Xo'sh, muammo nimada? Siz uchun shu qadarni, shu alamni, shu musibatni belgilagan zot bu Alloh azza va jalladir. La tahsabuhu sharran lakum بل هو خير لكم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا سيجعل الله بعد عسر يسرا إن مع العسر يسرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.